Sizlar qadrdonlar, assalomu alaykum. Mana biz bugun o'zimizcha ko'rishib qoldik Jasurbek bilan. Jasur tilla bola, yaxshi ijodkor. Sizlar qadrimga yetmaysiz. Meni atvetga qilib qo'y, men ham qadrlab qo'yaman. Bugun qadr haqida gap ketyapti. Jasurbek Ummatovni nikoh to'yidan san'atkorlar ba'zi odam shunaqa ko'p. Yangi Ravshan akam bilan keldi. Ravshan akam Hasanov mana shu yerda ekan. Iqbol aka, assalomu alaykum. Magash. So'g'isining bu Jasurbekning vaqtiga biz vaqtimizga sog' bo'ling. Ko'proq maqtanglar, ovozlar bu istoriyaga ko'proq maqtang. Qarindoshlar ko'p ekanmi? Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Nasib bersin aka. Saroyimga sulton kerak otajon. Umr bo'yi sog'indim ey tilg'at. Dardlarimga darmon kerak otajon, rahmat. Shunqamiz masalaga joy bordi. Na kunimda halovat bor. Yaşayapman bu alemde ishqdan keyin. Almonlarni xatga etding dilozor yor. Yuragimga qiyin bo'lding seni sevib. Xayr deb jismi jonim yoqib ketding. Mendan kecha yolg'izga botib ketding. Girdobingga cho'ktirib sen botib ketding. Oh yuragimga qiyin bo'ldi seni sevib. Saydan sevdim mahbusani. Hayotimda ko'proq saydan sevdim mahbusani. Hayotimda chekmasdir. Yuragimga tosh tepdi mahbusani ayrangi. Yuragimga tosh tepdi. So'kka seni Dadamjon tiyadaqda menga uy bergan odamlar barigani dadamni ketadi job qo'ylar. Qo'yinglar. Hamma qo'yinglar. Natiya joy berdi o'yna kerak. Natiya joy berdi. Aka nima deyapti? Qo'shiq aytgan shu inson. Ancha yoshidingiz unda, hozir soch menga o'xshab qoldi-yu. Umringiz bo'lsin. Maza qildim shu inson shartlik ekan. Men bugun ko'rib turibman-da, qarshi javob qo'yinglar, ey, sinov. Umringiz bo'lsin usta. Men endi hozir shu qo'shiqni aytadigan bo'lsam, Zuhurdan savdo achvoradi shu qo'shiqlarni. Men bitta bosib qo'shiq aytib beraman. Eshitadigan yaxshi qo'shig'im bor. Bu qo'shiqni onajon davrada turib tursangiz bo'ldi, qolganini o'zim amallayman. Xudo xolasa. Onajon Jasur ukamiz bo'ladi, bilasizlar, ko'p yildan beri qadrdonimiz, jigarimiz. To'y qilyapman aka deydi. Qachon desam 24 ga dedi. Keyin 22 dedi, mahalla bilan sizlarga bazm qilib beramiz. Kelasizlar dedi. Onajon inson niyat qiladi. Keling, men oldimga keling, umringiz bo'lsin. Inson niyat qiladi, niyat ijob bo'lsa, bunaqa kunga hamma yig'iladi. Baxtli bo'lsin ukam. Siz umringiz bo'lsin. Bir misra qo'shiq aytib beraman. Jasur onajon oldida o'tirib shu qo'shiq sizga tegishli qo'shiq. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda sal aylanib qolgan qo'shig'im bor.
ulgurmadim degan bir qo'shiq yozganman. Onajon mana shu o'tiring. Iltimos kelmay tur qiyomat ulgurmadim tavba qilish. Meni gunoh qildim bilmadim. Meni harom ishlar qilmadim. Allohni nazarga ilmadim. Ulgurmadim tavba qilish. Musulmon bo'la turib men nomard bilmayin Allohga berdim pand. Ummatingdan ranjima Muhammad ulgurmadim tavba qilishga. Onajonda so'zlari. Men o'lsam birovga qiyinmas, o'ldi deb ko'zlari tiyilmas. Hammani yodidan chiqsam ham, lek onam ko'z yoshi tiyilmas. Men o'lsam birovga qiyinmas, o'ldi deb ko'zlari tiyilmas. Barchani yodidan chiqsam ham, lek onam ko'z yoshi tiyilmas. Qancha tavba tazarruq qilsam ham, gunohlar tark etmas tanamni. O'limdan qo'rqmadim ey Alloh, o'yladim mushtar onamni. Qancha tavba tazarruq qilsam ham, gunohlar tark etmas tanamni. O'limdan qo'rqmadim ey Alloh, o'yladim mushtar onamni. Birodar to'smagin yo'lingni, duoga ochgin bu qo'lingni. Kutmasdan shunchaki o'limni, ulgurmadim tavba qilishga. Birodar to'smagin yo'lingni, duoga ochgin bu qo'lingni. Kutmasdan shunchaki o'limni, ulgurmadim tavba qilishga. Agar o'lsam yuzim chidarman Allohim yonida turishga. Iltimos kelmay tur qiyomat ulgurmadim tavba qilishga. Neni gunoh qildim bilmadim, neni yomon ishlar qilmadim. Allohni nazarga ilmadim, ulgurmadim tavba qilishga. Musulmon bo'la turib men nomard bilmayin Allohga berdim. Ummatingdan ranjima Muhammad ulgurmadim tavba qilishga. Ummatingdan ranjima Muhammad ulgurmadim tavba qilishga. Umrlar uzoq bo'lsin. Qarangda, hozir agar Alloh xohlamasachi jam qilinmaydi o'raga. Onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Men haligi nevara to'yingizga kelganimda ozgina she'r aytib ko'nglingizni olgan edim, ozgina yig'lagan edingizmi? Aytdim, meni otam yo'q edi, otam o'tib ketganlar. Onam bilan yashayman, yolg'izim. Shu har qanaqa paytda suyab turadiganim, mehribonim, yo'g'imni yashiradigan, borimni oshiradigan mana shunaqa insonlar. hayronman mana sevib qolganga hayronman mani kutsa yangotdilar yurtda boshimdan yo'q atrofimni bekitib mani kutsa yangotdilar yurtda boshimdan yo'q atrofimni bekitib Can tile olmayan şirkten Bana sevip kalganınca hayranman
ichimda bir ayol jilmaydi. Gap bo'ldi-da, men boshlan yaratganimga 15 yil bo'ldi. To'yga borsam Bunyod akada qaytib bering deydi menga. Ana bo'lib ketyapti-mi? Men Toshkentdan kelgan Sanjarbek do'stimizga talab bor ekan. Shuni avjini disko qilib aytib bering dedim, aytib berdim. Ukam puli